Assalomu alaykum hamma YouTube tomoshabinlari va Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari. Mana bugun G'uzordan narxlarni sindiradigan joylardan, zo'r joylardan, arzon joylardan, sifatli joylardan echkilarni chiqarib boramiz. Biz ham videomizni o'tkazmasdan tomosha qilaversangizlar, bozordan 100 ming, 200 ming arzon narxlardan hozir echkilarni ko'rsatib boraveramiz. Dastlabki hamma narsalar ichiga, hozir hammasini bir boshdan narxlarni tanishtirib o'tib ketaveramiz. Biz ham videomizni o'tkazmasdan tomosha qilaversangizlar, hamma ma'lumotlar haqida ega bo'laverasizlar. Ekranimizda nomerlar qoldirib ketamiz. Bemalol nomerlar telefon qilasizlarda, telefon qilib manzil tushuntiradilarki, kelib savdoni qilib olib ketaverasiz. Hozir chiroyli joylardan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bizani tomosha qilaveringizlar. Like va obuna tugmasini bosib qo'yingizlar. Akalar keng dalada mana o'tlayotgan echkilarni zo'rlaridan, chiroylilaridan ko'rsatib boraveramiz. Echkilarni ko'ringizlar. Echki bolalari bilan hozir hammasini ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bak hozir jami 72 ta echki bor deyishyapti. Onalari 40 ta, bolachalari qolgan bolachalari. Mana ko'rasizlar, hozir narxlarni oxiri aytib o'tib ketaveramiz. Videoni siz davomli kuzatib boraverasizlar. Hammasini bir boshdan chiroyli-chiroylardan ko'rsatib boraveramiz. Kelib mana hammasini tanlab olib ketaverasizlar. Echkilar bir baho berasizlar o'zlaringiz. Asta-asta ko'rsatvoraylikchi. Echkilar ham ketib boryapti-ki. Hozir oldin o'tmanika ko'ringizlar echkilarni. Sizlar yoqadigan chiroyli narxlardan qilib beramiz. Dastlabki hamma narsalari o'zini ichiga qilib beradilar. Kelasizlar. Kelish ham shart emas. Bu telefon orqali ko'rasizlar. Sizlar ma'qul kelsa tanlab aka aytasizlar, meniki aka xohlagan joylarga yetkazib beradilar. Ichiga bolalari ham bor ekan, mana bolachalari ko'raverasizlar. 72 ta echki bor deyaptilar bakka. Kattalari 3 ta tuqqan deyaptilar. Buni ko'ringizlarchi. Nasib bo'lsa meniki chiroyli narxlarni arzon sifatli joylardan ko'rsatib o'taveramiz. Ular qochaman dediki, yana borishda iloji ham bo'lmayapti bular. Ko'ringizlar, o'zlaringiz baho beraverasizlar, meniki bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaveraman. Chiroyli narxlardan qilib beraman. Ko'rib savdoni qilaverasizlar aka. O'zi bilan savdoni qilasizlar meniki. Manzillar shu ekranimizdagi nomerlar, telefon qilasizlar, manzillarni tushuntiradilar aka o'zlari. Bir boshdan ko'raverasizlar echkilarni. Echkilar ham to'xtamayapti. Ahtam aka qochyapti, bilan oldiga boraman deyapman. Mana bakka ham yarimi kelyapti, mana ko'raverasizlar. Aka, bolachalar necha oylik dedingiz? 8 oylik, 9 oylik bolachalar. Onalar 3 tuqqan. Bolachalarni ko'raveringizlar. Bolachalar ham o'z onalari qatori bo'lib qolibdi. Mana ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. O'ynab kelib yuguraverishini qarangizlar echkilarni. Faqat sizlar sifatli arzonlardan chiqarib boraveramiz. Bozor narxlarini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Bozor narxlari endi yomonlashmas. Bozor narxi qimmat bo'lyapti. Bozordan 100 ming, 200 ming bo'lsa ham arzon qilib beramiz. Yo'l pulini hamma narsani hisobga olsangizlar, sizlar juda arzon, bonus narxlar tushib qolyapti-da bular. Narxlarni oxiri aytib o'tib ketamiz. Sizlar faqat echkilarni ko'ringizlar, echkilarga baho beringizlar. Kelib savdosini qilib olib ketaverasizlar-da. Hozir bittasini ushlab ko'rsatamiz. Agar iloji bo'lsa ushlansa, hozir ushlab onasidan ko'rsatamiz. Onalari ham ko'raverasizlar, o'zlaringiz baho beraverasizlar ko'rib. Bu onasi 3 tuqqan deysiz-a? Ha, 3 ta tuqqan onasi ko'raverasiz. Oyoqlarini ham ko'rsatamiz, ko'rsataylar nimaniki. Sutli echki so'raganlar uchun sutli echkilar ham bor mana. Bemalol kelib savdosini qilib olib ketaverasiz. O'z sifati o'zlaringiz bir baho berasizlar mana. Ko'ringizlarchi. Ko'rib o'z baho berasiz. Mana bakka ham ikkitasi bor ekan, buni ham ko'rsatib ketamiz. Mana qora ranglikdan so'raguncha mana ko'rasizlar, bir sifatga baho berasizlar. Buylarga keladigan bo'lsa, buylar 70 chiqadimi aka? Buylar ham 70 dan baland deyapman. Ko'raverasizlar, videoga hozir kichkina ko'rinyapti. Mana ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar, oyoqlarini ko'rasizlar. Hammasi sifatli, chiroyli echkilar, o'ynab kulib, dalay katta bo'lib yurgan echkilardan bir boshdan ko'rasizlar. Ichiga bolalari ham bor.
hammasini o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bolalarni ushlash iloji bo'lmadi, qochib ketdi. Hozir mana katta onalarni ushlab ko'rsatdi. Ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. Endi narxi keladigan bo'lsa, narxi maydalari 1.200 dan dezmaga, maydalarni 1.200 ming so'mdan, onalarni 1.600 ming so'mdan deyaptilar. Kelishilgan narxi bor deyaptilar. Bu aytilishi, kelsangizlar, nasib bo'lsa chiroyli narxlar qilib beraman deyaptilar. Bu 1.600 aytilishi, kelasizlar sizlar xafa qilmagan narxlarni aytib, chiroyli narxlarni aytib o'tib ketaveradilar. Kelasizlar, barakasini qilasizlar, mana olib ketaverasizlar. Echkilarni o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. Bari sifatli chiroyli echkilar, dalay katta bo'lyapti. Tabiiy narsalarni yeb katta bo'ladigan echkilar. Ko'rib o'zlaringiz baho berib olaverasizlar. Xohlaganlaringizni tanlaysizlar. Buni olib ketgandan keyin yana topib beraveradilar-ki, akamiz o'z dehqonlar shunday echkilar bilan shug'ullanadilar. Bemalol telefon qilib, savdo qilib olaverasizlar aka bilan. Maniki, ko'rib xohlaganingizdan tanlab olib ketaverasizlar. Juda chiroyli sifatli echkichalar. Sizlar ma'qul bo'ladigan umiddaman. Ko'rib olib ketaverasizlar. Keng dalay maniki. O'tlayvergan echkilar. Manzillarni shu nomerlarga telefon qilasizlar. Akasi telaveradilar, yo bo'lmasa tushuntiradilar. Kelib olib ketaverasizlar. Narxlarni sindiramiz akalar. Zo'r narxlar qilib beraman deyaptilar. Xudo xohlasa, ko'rasizlar echkilarni, sizlar rozi bo'ladigan narxlarga, baraka topadigan narxlar qilib beradilar ekan, o'zlari kelib olib ketaverasizlar. Bular ko'rsangizlar o'zlaringiz chiroyli echkichalar. Nasib bo'lsa, baraka topadigan echkilarga ko'rib olib ketaverasizlar. Echki so'raganlar, sutli echki so'raganlar uchun sutlilari ham bor, hammasidan bor. Mana bolachalari o'zlaringiz baho beraverasizlar. Bolalari ham o'z onalari qatori bo'lib qolibdi, katta bo'lib. Manki xohlaganlaricha topib beraveradilar. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar aka bilan. 3-partiya bolalari ekan bular. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar aka bilan. Kelishilgan chiroyli narxlar qilib beraveradilar aka. Nasib bo'lsa baraka topadigan narxlar. Echkilarni olasizlar, boqasizlar. Chiroyli narxlar qilib beradilar. Bozorga borib echki tanladim deyotmaysizlar, kelib ko'rib olaverasizlar. Bozor narxidan arzon, kelishilgan narxi, teng bolicha dastavkasi ham bor. Bozorda ham yomonlamayman, bozorga ham zo'r echkilar chiqadi, lekin dehqonlardan so'raganlar uchun-da, men dehqonlardan so'ragan uchun dehqonni echkilaridan chiqarib boraveramiz. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar aka bilan. Mana aka. Hammasi chiroyli echkichalar. Ko'raverasizlar. Savdo qilib olib ketaverasizlar. Like, obuna tugmasini bosib ko'rib savdo qilaveringizlar.